Bo'pti adasi. Bo'pti. Onasi, bugun iftorlikni nima ovqat qilasan? Nima yeysiz kelyapti? Qara, birinchi sho'rva qilgan. Keyin yoniga birinchi qilgan. Somsami, nimadir qilgan, hopmi? Salatam esdan chiqmasin. Salat. Hopmi? Bo'ldi, tamam. Onasi, Adasi, hali ham ochiq odammiz. Zakazlaringiz ko'p-ku, o'shanga hali ham ishlarim tugamadi. Yaxshi borib kelyapsizmi? Ha, yaxshi. Men qalaman iftorlik yaqin uyg'otib yubor. Rosa charchadim men, hopmi? Xo'p, adasi, bemalol yordamingizga olavering, uyg'otdim. Adasi. Onasi, Turing, saharlik qilamiz. hop, menga qara, sirguruch qildingmi? Qildim, pishirdim adasi. Onasi, Labi adasi. nima ish qilyapsan sen? Nima ish qilma adasi? Bir oy ro'zada saharlik tayyorlab, iftorlik tayyorlab charchamadingmi? Voy, nima unaqa deysiz? Qisam oilam uchun qildim. Undan keyin savob bo'ladi. Onasi, kecha telefonda bir narsa ko'rib qoldim. Tuz haqi degan narsa bor ekan-a? Bilmasam. Ro'zador odamga iftorlik tayyorlab bergan ayoliga erkaklar tilla olib berish kerak ekan onasi. Rostdanmi? Eshitmagan ekanman. Shuning uchun men tillamasi qo'limdan kelgancha mana shu kumushni sanga oldim onasi. Rahmat, baraka topgin. Mana Chiroyli adasi, rahmat, kattakon. men uchun ovqat tayyorlagan qo'llaring hech qachon dard ko'rmasin onasi. Almaslar ko'rib qo'ysin bunday sen